10-15 kunda xudo xolasa tug'adigan qo'ylar kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar do'stlar. Xo'p, bugun biz Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qiziltepa mahallasiga keldik. Dehqondan uydan sotilayotgan qo'ylarni ko'rsatib ketamiz. Soni 12 bosh do'stlar. Xo'p, yoshi 4-5 tuqqan qo'y deyapti egalari. Bozor egamiz qo'ylari ekan. Xo'p, aka, bularning bahosi qanaqa? Bahosi narxi nech bilan? 7,5 dan baho qo'yamiz. 7,5 dan. Orasida tug'gani yo'q-a? Yo'q, tuqqani yo'q. Endi tug'adi bu. Xudo xolasa. Qo'shilganda qo'yilgan. Qo'yni qaranglar, sifatliligini, dummani qaranglar. Agar go'shini o'zi 50 kilo plyusga qiladi bu. Bo'ylari ham 80-90 atrofida. Mana qaranglar. Kimga shunaqa toza, hisori, nasldor qo'y kerak bo'lsa, mana bir joydan 12 bosh egalardan. Dehqonchilik do'stlar. Telefon raqamlariga aloqaga chiqishinglar mumkin. 7,5 dan baho aytilishi, savdo qilinadi do'stlar. Dastavkasini kelishilgan holda bo'ladi do'stlar. Chunki akamiz tirikchilik emas, dehqonchilik. Bu yoqni o'zingizlar gaplashib olaverasizlar.